Barchaga xayrli kun istalgan payti yaxshi insonlar, kayfiyatlar a'lo darajadami, ishlar yaxshi ketyaptimi? Agar shunday bo'lsa, demak roligimizni boshlaymiz. Bugungi roligimizda RoboForex brokeridan registratsiyadan o'tish, verifikatsiyadan o'tish va qanday qilib ish boshlash to'g'risida maxsus videorolik bo'ladi, informatsionniy. Ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan ushbu ekranimizda RoboForex brokerini ofitsialniy sayti o'zini namoyish qilyapti bizga. Bu joyda biz ma'lumotlarni ko'rib olishimiz mumkin. Ko'rib turganimiz RoboForex brokerini original saytiga o'tishimiz uchun liba mana shu videorolikning ostidagi ssilkaga tushsanglar, u joydan o'tishinglar mumkin yoki bo'lmasam YouTube kanalimga kirganinglardan so'ng istalgan videoga bosamiz. Masalan, men Fibonacci videosiga bosaman va bu yerda ko'rishimiz mumkin videoni ostida описание degan joy bor. Mana bu Еще degan joyga bossak, описаниeni ko'rishimiz mumkin. Bu joyda men qaysi brokerlarda savdo qilaman va qaysi brokerlardan qanday qilib ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish va ish boshlash to'g'risida batafsil ma'lumotlar, informatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Albatta Telegram kanalimiz ham mana shu joyda joylashgan. Hozir RoboForex brokerdan o'tamiz. Demak, mana bu RoboForex ssilkaga bosamiz. Keyingi sahifada mana bu o'ng tarafdagi akkaunt ochish degan yashil tugmaga bosamiz. Keyin mana bu yerda email so'rayapti, ism so'rayapti, keyin familiya so'rayapti, keyin telefon raqam so'rayapti. Mana shu ma'lumotlarimizni kiritamiz, to'ldiramiz. E'tibor bering, sizning ma'lumotlaringiz pasportingizda ism, familiya qanday yozilgan bo'lsa, aynan mana shunday ism, familiya yozing. Imloda xatoga yo'l qo'ya ko'rmang. Va mana bu yerda mobile phone degan joyga telefon raqamimizni kiritamiz. Bu yerga asosiy telefon raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng mana bu yerda petitsiya qoldiramiz va undan keyin register degan tugmaga bosamiz. Vot, shundan keyin siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tasiz, mana bu yerda yozyapti va sizning ma'lumotlaringiz Gmail pochtangizga borgan bo'ladi va agar Gmail pochtangizda topa olmaydigan bo'lsangiz, spam papkani tekshirishni esdan chiqarmang deb mana bu yerda bizga eslatma qoldirib ketyapti. Chunki spam papkaga tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Va agar sizga rus tili va ingliz tili ham noqulaylik qiladigan bo'lsa, yuqorida mana bu yerga bosib o'zbek tilini tanlab olishingiz ham mumkin. Bundan sizni hech kim to'smaydi. Xo'p, davaychi birinchi mana bu yerda masshtabni biroz oshiramiz. Telefondan va kichikroq notebookdan ko'rayotgan odamlar yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Chunki men hozir bu videoda 2K monitorda yozyapman. Shuning uchun masshtab kichkina. Xo'p, masshtabni ham kattaroq qilib oldik. Endi bo'lsa mana bu yerda boshlaymiz degan joyda yakunlash uchun qadamlar deb 4 ta qilib qo'yibdi. Davaychi buni ochamiz. O'zi nimalar bor? Ichkaridan qaraydigan bo'lsak, akkauntni ro'yxatdan o'tkazing, akkauntni himoyalang, ma'lumotlarni tasdiqlang va mablag' sarflashni boshlang va undan keyin adashmasam depayz qilish. Xo'p, biz birinchisini, ya'ni ro'yxatdan o'tib bo'ldik, registratsiya qildik, endi akkauntni himoyalang. Bu juda ham muhim joy. Mana shu yerga e'tiborli qiling va men qanday qilsam xuddi shuni amalga oshiring. Mana bu yerda himoyalash degan tugmaga bosamiz. Keyingi sahifada akkauntimizni 2 faktorli autentifikatsiya bilan himoyalaymiz. Bilmaganlar uchun bu telefoningizda bo'ladigan ma'lum bir ilova va mana shu ilova orqali biz o'zimizning akkauntimizni himoyalashimiz mumkin bo'ladi. Biz himoya tizimini yoqqanimizdan so'ng har 15 yoki 10 sekund atrofida 6 xonali son almashib turadi. Qachonki mana shu sonlarni to'g'ri kiritib, mana shu kodni to'g'ri kiritmagunimizgacha biz pul olmaymiz, ichki o'tkazmalarni amalga oshira olmaymiz va daji akkauntimizga login qila olmaymiz. Shuning uchun bu narsa juda ham muhim va juda ham kuchli himoya tizimi hisoblanadi. Buning uchun yoqish degan tugmaga bosamiz. Yoqish degan tugmaga bosganimizdan so'ng mana bu yerda pul yetish uchun arizani tasdiqlash, undan keyin ichki o'tkazmalarni amalga oshirish, undan keyin shaxsiy kabinetga kirish deganni ham yoqib qo'yamiz va undan so'ng agar qo'lingizda iPhone bo'ladigan bo'lsa App Store'dan va agar qo'lingizda Android bo'ladigan bo'lsa Play Marketdan mana shu joyda ekranga qo'yib ketaman. Google Authenticator degan narsa bor. Buni to'g'ri talaffuz qilyapman yo'q bilmadim. Mana shunaqa programma bor. Mana shuni tortishingiz va ustanovka qilishingiz kerak bo'ladi. Tortib, ustanovka qilib bo'lganingizdan so'ng mana bu yerdagi QR kodni skaner qilishingiz yoki bo'lmasa mana bu yerdagi uzun parolni kiritishingiz kerak bo'ladi. Osongina QR kodni skaner qilib qo'yish osonroq. Buni hozir telefondan qilib, uni ham mana shu joyda qo'yib betaman sizlarga. Sezib turganingizdek, mana shu Google Authenticator to'g'ri qo'yapmanmi yo'q bilmadim. Mana shu Google Authenticator programma mashina yuklab, ustanovka qilgan bo'lishingiz kerak. Davaychi buni ochamiz. Xo'p, ochganimizdan so'ng o'ng taraf pastga qaraydigan bo'lsak, plyus turibdi. Mana shu plyusga bosib biz himoyalamoqchi bo'lgan akkauntimizga kiritishimiz mumkin. Buni faqat RoboForex. Boshqa bu akkaunt mana shunday qilib himoya qilsa bo'ladi. Agarki ana o'sha akkaunt mana shunaqa himoya tizimini qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 2 xil opsiya bor. Birinchisi setupga, ya'ni uzun parolda kopiya qilib turib kiritish va ikkinchisi osongina QR kodni skaner qilish. Men bu yerda shunchaki QR kodni skaner qilish tanlayman, chunki zacham o'zimni qiynayman. Mabodo agar telefoningiz kamerasi ishlamaydigan bo'lsa, birinchi alternativ imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin.
Vot skaner qilib bo'lganimdan so'ng уже 6 xonali raqam almashishni, parol almashishni boshladi. Men mana shu parolda endi RoboForex brokerning saytida pastida mana shu parolni kiritsam, уже himoya tizimi ishga tushadi. Endi bo'lsa brokerga. Va bu yoqda RoboForex endi pastroqqa tushamiz va pastroqqa tushib, mana bu yerda mobil ilovadagi tasdiqlash kodini kiriting degan joyga bu yoqda hali veri vaqti umri tugamagan ana o'sha 6 xonali sonni kiritishimiz kerak bo'ladi. Davayte men уже mana kiritdim va undan so'ng tasdiqlash degan tugmaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng yuqorida 2 faktorli autentifikatsiyani yangilash, 2 faktorli autentifikatsiya yangilandi. Ya'ni yopish qilamiz. Уже mana ko'rishimiz mumkin status aktiv. Endi siz akkauntingizga mana shu 6 ta raqamli kod kiritmas ekansiz, akkauntingizga kira olmaysiz, pul yecha olmaysiz, ichki o'tkazmalarni amalga oshira olmaysiz. Shunaqa. Shuning uchun bu narsada ehtiyot bo'ling. Endi bo'lsa yana bosh sahifaga qaytamiz. Davayte mana bu yerdagi RoboForex shaxsiy kabinet deganiga bosamiz. Endi mana bu yerda ikkita qadam уже yakunlandi. Uchinchisi verifikatsiya. Agar verifikatsiya qilmaydigan bo'lsak, broker pulimizni yechib bermaydi, pulimizni chiqarib bermaydi. Shuning uchun shaxsimizni tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi va bu verifikatsiya. Bunga oddiy qaramang. Shuning uchun mana bu yerda tasdiqlash degan tugmaga bosamiz. Keyingi sahifada biz 3 ta narsamizni verifikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bu email verifikatsiyasi, ya'ni elektron pochta verifikatsiyasi, bu bizda Gmail, undan keyin pasport verifikatsiyasi, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bu ID karta bo'lishi ham mumkin. Undan keyin manzil verifikatsiyasi. Bu esa biz adres, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotni kiritishimiz kerak bo'ladi. Davayte bo'lmasa ishga kirishamiz. Mana bu yerda email verifikatsiyasi degan joyda kodni yuborish deb turibdi. Bu biz kiritgan boshdagi elektron pochtamizga kodni yuboradi. Davayte mana shunga bosamiz. Pochtaga kelgan parolni kiritib bo'lib, tasdiqlash degan tugmaga bosamiz. Vot qaraydigan bo'lsak, email verifikatsiyadan o'tgan. Endi pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu yerda pasport verifikatsiyasi degan joy bor. Verifikatsiyadan o'tish, pastga tushamiz. Vot mana shu yerda ID karta bo'lsa, ID karta, pasport bo'lsa, pasport, mana shu yerdagi barcha ma'lumotlarimizni kiritamiz. Misol uchun ism, familiya, jins, tug'ilgan kun, mana shu yerdagi barcha ma'lumotlarni pasportingizda qanday bo'lsa, xuddi shunday kiriting. Mana bu yerda siz siyosiy faoliyatchimisiz deganga yo'q qo'yib qo'yasiz. Agar bunaqa bo'lmasa albatta, siz tashkilot vakili yoki AQShda xorijiy hisoblarni soliqqa tortish to'g'risidagi qonunga muvofiq ro'yxatdan o'tishingiz kerakmi? Bu yerda ham yo'q degan ma'lumot kiritamiz. Pastda pasport seriyasi va raqami. Keyin kim tomonidan berilgan, bu ham pasportingizda va ID kartingizda ham mavjud. Misol uchun Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi deb yozib qo'yibdi. Pasportingizda qayerdan berilgan bo'lsa, shuni kiritasiz. Undan so'ng ishlab chiqarish sanasi, ya'ni bu yerda biroz noto'g'ri tarjima qilgan, ya'ni qachon berilgani yozishingiz kerak bo'ladi. Keyingisida fuqarolik O'zbekiston, undan keyin pasport nusxasi. Mana shu joyda pasportimizni chiroyli yerga qo'yamiz va uni chiroyli qilib rasmga olamiz. Rasmga olganimizda hamma yozuvlari ko'ringan bo'lish kerak va biliklar, yorug'liklar bo'lib qolmagan bo'lish kerak va qo'limiz to'sib qolmagan bo'lishi kerak. Shu yerda keyin faylni tanlang deb rasmni yuklashimiz kerak bo'ladi. Yuklab bo'lganimizdan so'ng endi adres verifikatsiyasiga tushishimiz kerak bo'ladi. Pastda mana bu yerda manzil verifikatsiyasi. Qaraydigan bo'lsak, status ro'yxatdan o'tmagan. Keyingisi hujjat turi. Xo'p, bu yerda hujjat turini tanlaymiz. Adresni verifikatsiya qilishda ikki xil yo'li bor. Birinchisi oson, ikkinchisi biroz murakkab bo'lishi mumkin. Birinchisi pasportimiz rasm bor sahifasida, orqasida propiskasi bor. Buni hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Uchetniy zapis bor. Ana o'shani rasmga olib, ma'lumotlarni kiritib yuboramiz. Agar verifikatsiyani o'tkazilmaydigan bo'lsa, keyin o'sha One ID ga kirib, u yerdan doimiy yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Lekin RoboForexda adres verifikatsiyasi bu qiyin narsa emas, bu oson. Shu yerda o'ylaymanki, propiskani o'zi bilan yengil hal bo'ladi. Xususan pasport bo'yicha shunaqa qilinadi. ID karta bo'yicha to'g'risi biror marta ID kartani ro'yxatdan o'tkazmaganim uchun bu to'g'risida yetarli ma'lumotim yo'q. Barcha ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng biroz avval qilgan ishimizni qilamiz. Ya'ni pasportimizni propiska qismini ochamiz, adres qismini va uni rasmga olamiz. Rasmga olganimizda chiroyli qilib olishimiz va hamma joyi ko'rinishi va qo'limiz to'sib qolmagan bo'lishi kerak. Meni misolimda bo'lsa, men hozir do'stimga bu verifikatsiyani o'tib beryapman, lekin do'stim rasmga olishda pastlari yaxshi chiqmay qolgan va yorug'lik kam bo'lgan. Ko'ramiz endi verifikatsiya qiladimi, yo'qmi? Umid qilamanki verifikatsiya qiladi. Agar qilmaydigan bo'lsa, men boshqatdan yana adres uchun zapros yuborishim kerak bo'ladi rasmga olib. Xo'p, bo'lmasa faylni tanlash qilamiz. Bo'ldi, faylni ham yuklab bo'ldim. Barcha ma'lumotlarni kiritamiz, fayllarni yuklaymiz va pastda yuborish degan tugmaga bosamiz. Hujjatlar muvaffaqiyatli yuklandi. Tekshiruv 2 ish kuni ichida amalga oshiriladi. Savollar tug'ilganda mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati xodimi siz bilan bog'lanadi. Bu yerda 2 kun deyapti, bu pa maksimum olib aytyapti. Aslida 15 minutda, 5 minutda, 3 minutda ham verifikatsiya qilib qo'yish mumkin. Shoshmay, video hali tugamadi. Yana bir muhim narsa bor. Bu bizni verifikatsiyani o'tkazguncha biz bir narsani qilib olishimiz kerak. Bu nima? Bu mana shu RoboForexdagi akkauntimiz, ya'ni profilimiz, lichniy kabinetimiz parolni o'zimiz xohlagan parolga almashtirib olishimiz kerak. Buni hozir mana shu joyda skrinshotini qo'yib ketaman.
Ya'ni biz boshida brokerdan ro'yxatdan o'tganimizda bizga o'zi avtomatum parol qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mana shu parolni biz o'zimiz xohlagan parolga almashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun yuqorida kabinet degan joyga boramiz. Bu yerda kabinet parolni o'zgartirish degan tugma bor. Mana shunga bosamiz. Agar buni o'zgartirmasam nima bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, hech nima bo'lmaydi. Shunday qoldirsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz shunday qoldiring, xohlasangiz almashtirib oling. Bu prosta keyingi safar RoboForexga login qilayotganingizda, может bir boshqa telefondan bo'lishi mumkin, boshqa kompyuterdan bo'lishi mumkin. Nima ekan parolim yoki nimaga kirmayapti deb o'ylamasligingiz uchun bu narsani sizga eslatib ketyapman. Profilimizni parolni o'zgartirishda birinchi pochtamizga kelgan va broker tarafidan avtomatum qo'yilgan parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham murakkab parol bo'ladi. Katta kichik harflar, raqamlar va spetsial simbollar qo'yilgan bo'ladi. Mana shu parolni birinchi kiritamiz. Undan keyin o'zimiz yangi o'ylab topgan parol va uni yana qaytarib teramiz. Undan keyin parolni o'zgartirish deganga bosamiz. Qancha urinishimga qaramasdan o'rtoqlar parol 6 tadan 15 tagacha belgidan iborat bo'lishi kerak. Bla deb menga mana bunaqa eslatma beryapti o'zicha. Xatolik beryapti. Men ham katta, ham kichkina harflardan foydalangan holatda raqamlar va simbollardan aralashtirib parol qilishimga qaramasdan xatolik beraveryapti. Qayta va qayta bu broker o'zini xatoligi deb o'ylayman. Agar sizda ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, pochtaga kelgan xabarni yo'qotib qo'ymang va ana o'sha yerdagi parolni birorta daftarga yoki bo'lmasa Telegramda qayerdadir saqlashingiz mumkin. Xohlasangiz skrinshot qilib oling. Agar uni yo'qotadigan taqdiringizda ham strashniy emas, lekin yana boshqatdan login qilayotganda parolni unutdim deb pochtangizga kiritib, keyin pochtangizga xabar keladi, keyin yangi parol qo'yasiz. Shunaqa ish ko'payishini agar xohlamaydigan bo'lsangiz, parolni yo'qotmang. Xo'p, hozir men buni shu holatda qoldiraman. Mana bu yerdagi qadamlarimizga qaraydigan bo'lsak, uchinchisi ma'lumotlarni tasdiqlang hali ham jarayonda, ya'ni verifikatsiyamiz, hujjatlarimiz hali ham verifikatsiya qilishi jarayoni ketmoqda. Endi bo'lsa videoni pauzaga qo'yaman va verifikatsiya jarayoni tugagandan so'ng pauzani ochib, shu bilan videoda yana bir muhim narsa bor, shu bilan keyin yakunlaymiz. O'rtoqlar, oradan 2 soatga yaqin vaqt o'tganiga qaramasdan ma'lumotlarni tasdiqlang hali ham jarayonda. Hali ham biza verifikatsiyadan o'tgani yo'q, hujjatlari tasdiqlangani yo'q. Menimcha bu bugun yakshanbaligi bilan bog'liq, chunki bugun dam olish, bugun hech kim ishlamayotgan bo'lishi mumkin, balki bu kechga qadar verifikatsiyani o'tkazib qo'yar, balki ertaga o'tkazar. O'rtoqlar, oradan bir kun o'tdi, bugun dushanba, bu degani yangi ish haftasi boshlandi degani, biz kecha dam olish kuni ma'lumotlarimizni, hujjatlarimizni brokerga yuborib qo'ygandik va mana bu yuqorida yakunlash uchun qadamlar 3 ta turgan, endi hozir 2 ta. Buni ochamiz va ochib qaraydigan bo'lsak, ma'lumotlarni tasdiqlang, yakunlandi deb yashil yozuvlar bilan chiqarib qo'yibdi bizga. Kecha bu narsa jarayonda edi. Xullas, ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish xuddi shunday amalga oshiriladi. Agar shunday qiladigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi registratsiya va verifikatsiya bilan. Xo'p jigar, agar video yoqqan bo'lsa, hoziroq bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib va eng muhimi, men qo'yadigan keyingi videoni o'tkazib bormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyin mana shunday ish boshlash temasiga doir qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, har bitta kommentariyaga javob berishga men harakat qilyapman so'nggi paytlar. Xo'p, bo'lmasa o'rtoqlar, sizlar bilan Incoinfix kanali admini bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, sog' bo'linglar.